Akalar Instagramga kirsanglar, Jennifer Lopesga yaniga hamma xalqni chalg'itishyapti, xalqni ongsizlashtirishyapti deb gapirishyapti. Go'yoki Jennifer Lopesni konsertiga borgan 50 mingta odam aybsizdek. Bu yerda 50 mingta odam ham aybdor. Buni bu yog'iga. Uni u yog'iga to'g'ri biz bilimsizligimizda, ilmsizligimizda sovet tuzumi yoki ongli ravishda ongsizlashtirish siyosati sabab bo'lgandir. Lekin buni bu yog'iga boshimizga nima kelsa ham hammasiga o'zimiz aybdormiz. Chunki yetarlicha saviyali, foydali kontentlar ham yetarli. Shu kontentlar, foydali videolar turganda ham shunaqa Jennifer Lopeslarni orqasidan quvlab yurish, cringe videolarni qo'llab-quvvatlar ekanmiz. Boshimizga nima kelsa ham o'zimiz sababchimiz. Shuning uchun bilim olishimiz kerak, ongimizni rivojlantirishimiz kerak, do'stlar. Hech bo'lmaganda podkastlar ko'rishimiz kerak, kitob o'qimasak ham. Hech bo'lmaganda tafakkur qilishimiz kerak. Sog' bo'linglar.